Erkaklarda uchraydigan xastaliklarni davolashga endi yechim bor. Namanganda faoliyati yo'lga qo'yilgan andrologiya tibbiyot markazi bunda sizga yaqindan ko'makchi. Yuragimda og'riq bor edi, shu yerimda tosh bor ekan, lazer orqali olib tashlashdi. Og'riqlar hozir yo'qoldi. Tibbiyot markazida ginekologik xastaliklar ham davolanadi. Asosiysi uzoq yillar mobaynida farzand ko'ra olmagan ayollarga onalik baxti ulashilmoqda. Ayollarda uchraydigan bepushtlik xastaligini bizning klinikamizda bartaraf etilyapti. To'g'ri diagnoz qo'yib va davolash usullarini olib boryapmiz. Operativ usulda tuxumdonlarni saqlagan holatda kistektomiya qilinyapti. Tibbiyot markazining yana bir yutug'i yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlarining yo'lga qo'yilganidir. Erkaklardagi hayot sifatining pasayishiga sabab bo'luvchi omillarga yo'l qo'ymang. O'z sohasining ustasi bo'lgan androloglar sizning xizmatingizda. Manzil Namangan shahri Davlatobod tumani Porloq mahallasi. Mo'ljal 3-kichik tumandagi tennis korti orqasi.